Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 1-aprel kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol sharqdan 7,2 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7,2 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7,2 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7,2 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7,2 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Aziz tomoshabinlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.